Assalomu alaykum hammaga. Mana sizlarga bitta yangilik. Hozir mana yili eski mashina haydayotgan akalarimiz uchun shu videoni oxirigacha ko'ringlar, tomosha qilinglar. O'zingizlarga xulosa qila olasizlar. Nimaga maqsad? Mashinalarni bu yerda ozgina tushunmovchilik bo'lib o'tgan ekan. Videoni ko'rsanglar yana ham tushunishga harakat qilasizlar. Mashinani olib borib tekshirtirganingizda, olib borishdan oldin mashinalarni motorlaridan zavod qilganingizda orqasidan tutun chiqmasligi kerak. Nimaga? Sababi ekologический texosmotordan yashil stiker ololmay qolishingiz mumkin. Chunki motoringizdan tutun yoki moy shunaqa har xil ekologiyani buzadigan narsa chiqishi mumkin. Shuning uchun mashinani texosmotordan o'tkazishingizdan oldin motorlarni hammasini cho'tki qilib olib borib o'tkazsanglar, gayidan yashil stiker olishingiz mumkin bo'ladi deyaptilar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, tomosha qilinglar, keyin o'zingizlar xulosa qila olasizlar. Yili 2007 yashil stiker berilmaydi. Nexia 2005 20 yildan oshgan yashil stiker berilmaydi. Nexia 2005 bunga ham yashil stiker berilmaydi degan odamlar xatoni qilib katta gapiryapsizlar. Men bu haqda videoni 1 yil oldin, даже 1,5 yil oldin qo'yib qo'yganman. Mashinamni o'zini olib borib, tekshirtirib, bemalol yashil stiker oladi degan gayilarni o'sha yerda tekshiradiganlarni gapini so'zini olganman. Mana sizlarga isbot. Videoni bitta ko'ringlar, keyin darsga gaplashamiz. Mana o'sha yashil ekologik stiker va unga loyiq topilgan birinchi avtomobil u 1996-yilda ishlab chiqarilganiga qaramay, aynan tekshiruvlardan muvaffaqiyatli o'tdi va yashil stikerga loyiq deb topildi. Bunda avtomobilning ishlab chiqarilgan yili emas, balki chiqarayotgan zararli tutuni muhim hisoblanadi. Ekologik jihatdan qay darajada toza ekanligini ko'rib tekshirib beradi va qurilmadagi transport vositasi ulanib bo'lgandan keyin yo yashil, yo sariq, yo demak qizil rangli stikerlar beriladi transport vositalariga. Ko'rib turganingizda, mashinangizga yaxshi benzin quyasizlar, 92, 95 yoki 80 ni Qozog'istonnikini yoki o'zimizdan chiqadigan bo'lsa, yaxshi 80 benzin quyasizlar, yaxshi moy quyasizlar, Motulmi, Shellmi, misol uchun. Reklama qilinayotgan hamma moylarga ishonish kerak emas. Yaxshi moy quyasizlar, mashinanglar moy yemaydi, tabiatga zararli tutun chiqarmaydi, yaxshi benzin quyasizlar, holati sostenasi yaxshi, demak siz bemalol yashil stiker olishingiz mumkin va shaharning o'rtasiga xohlasanglar Amerikagacha ham borishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani hech qanaqa eski mashinalar Toshkent shahriga kirmaydi degan narsa, degan gaplarga istisno bo'la oladi bemalol. Endi kommentariyaga Nexia'ni misol uchun reklama qilsam, yaqinda shaharga kira olmaysizlar degan kommentar yozayotganlar, komment kachoklar bo'ladi-yu, negativlar. Qalay endi, bu yo'q nima bo'lyapti endi? O'shaning uchun har narsani gapirishdan oldin, yozishdan oldin isbot topib, keyin yozish kerak bo'ladi. Kommentariyada karalashni hamma biladi. Tak что bemalol mashina olmoqchi bo'lganlar, uni endi misol uchun yili boshqasi o'zi azaldan Nexia'larni misol uchun yiliga, probegiga qaralmagan, uni sostenasiga qaralgan. Sostenasi cho'tkimi, bunaqa xizmat qilib beradigan mashina yo'q hali O'zbekistonda, misol uchun-da. Shuning uchun bemalol olaveringlar mashinani. Reklama qilinganda, boshqa qilganda, eng muhimi yaxshilab tekshiringlar, mashinangizga texotni qilinglar, yaxshilab moyini vaqtida alishtiringlar, yaxshi benzin quyinglar, bemalol borib yashil stiker olsanglar bo'ladi. Bu videoni yashil stiker ola olmaymanmi, ola olamanmi degan odamlarga yuborib qo'yinglar.